Alloh uchun hammasi oson. Hammasi bor уже. Hech kim ochidan o'lmaydi. Har yil maqsad qo'yib amalga oshirmaslik, ko'pchilik yil oxirida yangi yil uchun maqsadlar qo'yishadi, lekin maqsad bu energiyada. Maqsadni aql bilan yoziladi. Ahamiyat bering, aql bilan yozamiz, lekin yurakni unga ulanmaymiz. Maqsadni amalga oshirish uchun energiya kerak. Qanchalik u sizni yurakdan chiqqan maqsadingiz? Savol berasiz, o'zi men unga loyiqmanmi deb. Chunki inson maqsad qo'yishni biladi-da, lekin ichida unga ruxsat bermaydi. Uni amalga oshirish uchun ruxsat bermaydi. Qalbni ulamaydi. Bu menikimi o'zi? Bu menga zarari yetmaydimi bu maqsadimni? Bu menga foyda keltiradimi? U maqsadim insonlarga foyda keltiradimi? O'sha savollar berilmaydi. O'sha savollar berilganda, aql bilan tuzilgan maqsad qalb bilan ulanganda amalga oshadi. Alloh uchun hammasi oson. Hammasi bor уже. Hech kim ochidan o'lmaydi. Ko'chalarda daraxtda mevalar pishib yotadi. Borib olasan, yeysan, o'lib qolmaysan. Hamma narsani berilgan. Faqatgina o'zimizni shu narsaga loyiq deb ko'rib, qalbimizni ulashimiz kerak.